Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan mana shunday gil yeb ko'ramiz. Qaranglar qanaqa har xil raznovidnosti bor. Hozir buni birgalikda degustation qilib ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Shunday yerini ta'mi. Mana bu qorasi qanaqa ekan? Bu unisi tuzli edi-da, qanaqadir soleoniy edi. Bu shuni umuman tuzsiz ekan. Endi krasniysini yeb ko'ramiz. Sizlar ko'ryaptimi o'zi mana shu go'zalliklar. Bu mягкиroq ekan. Zelenoysini yeb ko'ramiz. Nomlarini bilmayman, shuning uchun kechirasizlar. Endi mana bu oppog'ini yeb ko'ramiz. Bu mягкий, undan ham kuchliroq ekan yerda tam. Endi mana bunaqa rozvrog'ini topib oldim. Buni tuzchasi bor ekan. Mana bu yerda yana qurtchaga o'xshagan narsa bor. Rangi ham boshqacha ekan. Qurtchami o'zi ham yasalgan. Mana bu ham zo'r narsa ekan. Mягкий. Sho'rtakkina. Ta'mi ham zo'r. Mana shuni dumaloqdan yegim kelib qoldi endi. Prям mana qaranglar, qurtchani bir bo'lakchasiga o'xshaydi. Mana bunaqa sarg'irog'ini topib oldim. Buni ham xuddi zo'r ekan. Prям tushuntirib beraman. Supaga suv sepasizlar yozda. Ana shu xuddi. Endi mana bu g'ishcha. Aytaman любовь. Yumshoq, sho'rtakkina, hidi ham zo'r. O'zi hammasi yaxshi ekan. Prям g'achar-g'achar yeydigan ekan mana shu. Вкусно.